Mashinamiz Gentra 2022 avtomat. 88 ming probegda, kraskalari toza. Mashinamiz benzinda. Amerikanka test monitor qo'yilgan, minishga tayyor. Texnik so'z qanaqa korobka, hadovoy motorlarida hech qanaqa ishlar yo'q. Yurib turgan yaxshi mashina. Luklari bor. Salon holatlari yaxshi holatda turibdi. Probeg 88.913 kilometr. Bu 2022-yilda ishlab chiqarilgan Gentramizga 138 million so'm baho qo'ydik. Kimga qiziq bo'lsa, pastdan raqamlar qoldiramiz, bemalol telefon qilib bog'lanishlaringiz mumkin.